Biz davomliq rasm qalamining parametrlari haqida to'xtalib o'taylik. Biz xoslik stolini qarasak, buning parametrlarini ichida dastlabkilarini so'zlab bo'ldik. Endi buni qarasak, NDC deydi. NDCning ochig'ida bir ko'znak turibdi. Men buni chekkandan keyin serilmi ko'znak ochildi. O'xshamagan ismlar borligini, mazmunlarning borligini his qildim. Hem bu narsa nima degan chog'da sizning rangi bo'lgan tushanchangiz nihoyat yaxshi bo'lgan chog'da buni asosan tushunib ketalaysiz. Masalan, bu yerdan misol olib boqay, o'zingiz oldirma ishlab boqsangiz bo'laverdi. Men qatnashish degan deb turib, oldida eglik rasmini masalan qizil rang eklay. Qizil rang eklib, bu ustidagi gulninkini asta bo'yab boqay. Bo'yaganda diqqat qilsangiz bo'ldi, bu butunlay rasm bo'yilib ketmay turib, mush ostidagi rasmni asos qilib turib, ustiga qo'shilib meng'otadi. Masalan, men buning rangini yana buning rangi ekib turib, o't cho'p bilan bo'ygan chog'imda o't cho'pning rangi boshqacha bir rang kirdi degan gap. Men buni shu rasm qavatning ustida qolg'ichi mushalat keldi. Agar men buni chekinib turay, keyiniga chekinib, yangi oshxonalar ekib bo'lgandan keyin yangi bir batni qurib, men bu yerda yanada buni andisini shu qatnashish degan ekib bo'lgandan keyin endi bo'yab boqay. Bo'yab boqsam qanday bo'ldi? Endi bo'ygan chog'imda bu ostidagi rasmning ko'rinmaganligini ko'ralaysiz. Bu nima degan chog'da biz bu yerda buning ustidagi rasm qavatining andisini bekitmadik. Agar bu yerdan o'xshashlar biz buni qatnashish deb qilsak, buning rangi boyaga o'xshash bo'lganligini his qilasiz. Mush farqni obdan bilishingiz kerak. Hem buni juda turayli, endi rasmniki yangi batdan birini quray. Qurgandan keyin uning yanada buniki suzuklik, ya'ni ko'rinmaslik darajasi deydi. 100% ko'rinmasimi deydi. Agar men bevosita mana bo'lgan bo'lsa, men buni normal qilib turib, ustiga bo'ysam, bu o'xshashlar ko'rinmaydi. Agar men buni suzukligini bag'ansini tuvalatib, ko'rinadigan holatga yoki yerim ko'rinadigan akagan chog'cha o'xshashli bir rang, lekin faqat uningdagi ko'rinish ko'rinmasligini o'zgartib, qanchag'imda keyindagi taglikning ko'rinayotganligini his qila olamiz. Ham buni tushunmak oson. Masalan, bu qancha tuvan qilsangiz, shuncha suzukka moyil bo'ladi degan gap. Ustiga bo'ygan chog'imda ba'zilarini asla his qilolmay qolishingiz mumkin. Ham buning yanadagi bir paloq o'xshaydigan narsa turibdi. Bu narsa nima degan chog'da masalan, sizningki kompyuterga ulaydigan sirtning aslalaringiz, saplaringiz bo'lsa, masalan, rasm chizish taxtasi degandek qurollaringiz bo'lsa, shuni ulab bo'lgandan keyin buni ichib qo'yib turib, qilsangiz shu besimni his qila oladi. Shu sizningki masalan yenik urayotgan yoki kuchab qolgan boshqalaringizning hammasi asosan buningki bo'yilish darajasi o'xshashmaydi. Endi biz kompyuter bevosita chog'da buni biz odat kontrol qila olmaymiz mouse orqali. Lekin shu sirtqi aslalaringiz bo'lib qolsa, shu qurilmangiz orqali tanishadigan ishlaydigan narsa. Buni yana qarasak, iqim miqdori deydi 100%. Bu narsa nima hozir 100%? Men mana ko'rinish darajasini suzukligini 100% qo'yib, iqim miqdorini boshda men mana bo'yab boqay. Bo'ygan chog'imda bir shakl paydo bo'ldi. Bu keyini ko'rinmayotdi-da buningki. Men buning iqim miqdorini tuvaltay. Balkim tuvaltib 50 bir atrofga keldim. Endi men o'xshash bir narsani bo'yab boqay. Bo'ysangiz, buning ancha aniq bilinmaydi. Men buning iqim miqdorini texmi so'zlashtirib, masalan 10% eklay. Endi ekilgan chog'imda qarasangiz keyni taglikninki ko'rinayotganligini his qilasiz. Buning iqim miqdori bilan suzuklikning qanday farqi bor degan chog'da bu iqim miqdori xuddi biz bir eritma yoki rang bo'yaq o'xshasak, biz buni har qism qilgan chog'da intayin suyuq ekanligini ifodalaydi. Lekin suyuq bo'lsa-mu qayt ustiga qilaversangiz, bu intayin quyuq holat kelib asliga keladi. Lekin masalan, bu quyuqligi normal, masalan 100% bo'lgan holda siz tutuqligini, suzukligini 50% qo'yib, mayli uni o'ng suring yoki so'l suring, uning suzukligida o'zgarish bo'lmaydi. Ikkisining farqi mishada. Birisi iqim miqdori xuddilikqa qancha tuvallatsangiz buningga suv qo'shayotganda shuncha suzuk bo'ladi, lekin buni qayt qilsangiz yana bu qiyinlashib, quyuqlashmaydi. Bu shu asosan. Buning yanada hozir buni bossak nima degan chog'da bu purkim tapancha deymiz. Bu purkim tapancha degan nima degan chog'da, masalan, men buni chekib turib, masalan, men buni taxminan nariq bo'lgandan keyin bir chekib uray. Chekib turgandan keyin xuddi purkim tapancha o'xshash etib chiqargandek bir holat shakllandi. Agar men buni
chekishdan boshqa mavzu qo'yayotmay chekayotgan chog'da bu doiraning yo'qonayotganligini his qilasiz. Bu xuddi odatdagi turkum tapanchalarga tahlil qilingan bir xil qurilma. O'sha orqali ba'zi unumlarga o'zingiz yozsangiz bo'ldi. Uning yanidagi bu yana bir paloq o'xshaydigan turganimi iqim miqdorini tangshaydigan bir kontrol taxtasi. Bunimi endi sirtdan masalan, o'shanaqa rasmsiz taxtalaringiz bo'lgan chog'da shunga asosan besimingiz, qo'lingizdan tekkan sezimlarga asosan tanishilgan narsa. Odatda agar saplamangiz bo'lmay qolsa, buni odatda ishlatmaysiz. Agar muvofiq qarasangiz o'zingiz loyihalarni elib, hamma ishlardan foydalanib sinab baqsangiz bo'laverdi. Endi buningki asosligi rasm qalamlariningki tugdi. Men bu yerda o'chirib turay. Yangi batdan birini qurayli. Yangi batdan birini qurib Maşalat turaverdim, yangi batdan birini qurdim. Bu rasm qalamning ostiga qarsak, qarindosh qalam deb turdi. Bu qarindosh qalam degan nima? Men buningki cho'ngligini muvofiq tanishib, qarsam qog'oyalar hammasi o'xshaydi. Asosan hamma narsalar o'xshaydi, lekin o'xshamaydigan ne shu birisining ismi qarindosh shakli o'xshamaydi ekan, yana birisi rasm qalami deb turdi. Bu ishning qanday farqi bor degan chog'da biz yana buni siz jarayonni bila olamiz. Men bu yerga sizay hozir bir shaklni sizdan bu rasm qalami emas, buni qarindosh bilan sizgan shakl. Men buni yeniga o'sha shakl o'xshaydigan qilib rasm qalami orqali qo'yay. Men buningki tutlarisini 100% qilib, undan keyin 100% qilib o'xshashsiz boqay. Bu yerda shakl nima degan chog'da biz mana shaklni xato tanlab qo'ydik. Bu yerdan buningki qattiqlari 100% bo'lgan. Tanlay cho'ngchilik o'xshash bo'lsin. Endi buning asosan o'xshidi. Men bu ikkisining farqini ko'rib baqish uchun mana qo'ydim-da. Men buni yaqinroq eklay. Bu qarindosh qalam bilan rasm qalamning qanday farqi bor degan chog'da biz buni cho'ngaytgancha bilalaymiz. Men buni kontrol bilan plus belgisini davomli kesib turib cho'ngaytsam bo'ldi yoki shu boshqa qo'lni orqali qarasangiz bo'ldi. Qarasangiz qarindosh bilan qalam qilgandan keyin bu yerda farqi bor. Qarindosh qalam bilan qilganimizning nihoyat qirliq chiqqanligini his qilasiz. Lekin har qancha qattiq bo'lsa-mu, rasm qalamininki atrofininki so'zlab bir xil siliqlashtirilganligini his qila olamiz. Rasm qalamida bo'lsa qirliq, nihoyat qirliq. Endi bu qarindosh qalamda qirliq, rasm qalamida bo'lsa cho'llari bir qadar siliq holat keldi. Ikkisining asosan mush farqi bor, bundan boshqa cho'ng farqi yo'q. Shundan asosan sizga ehtiyojingiz asosan ishlatsangiz bo'ladi. Bundan boshqa uning ostidagilarni keyingi mazmunlarni davomli so'zlab o'tsak bo'ldi, yuqori bosqichlarga kelgan chog'da. Endi bundan boshqa biz o'chagishni so'zlab o'taylik. O'chagish degan nima degan chog'da o'chagishni chekkan chog'imizda buning tez ijro qilish belgisi i. Uni ostiga qarsak 3 narsa turibdi. Birinchisi o'chagich. Yana birisi undan keyin shu taglikni o'chiradigan o'chagich, yana birisi seyrlik o'chagich deydi. Bularning qanday farqi bor degan chog'da bu o'chagishning asosiy roli shu piksellarni yo'qotish, rasmsizlik. Men bu akab bo'lgandan keyin men buni o'chirasam bo'laverdi. Sizgan shu rasm ekasam bo'ldi. Agar men taglik ekagan bo'lsam, taglikni o'chira olamdim. Taglikni o'chiramandim degan chog'da bu taglikni men quluplar oldi. Buni yechish uchun qanday qilamiz degan chog'da buni bevosita qo'sh cheksak program chiqadi. Undan keyin jazmlashtirish orqali yechsak bo'ldi. Ya bo'lmasa, agar biz buni xoli bo'lmoqchi bo'lsak, knopkasidagi alt knopkasini besib turib, undan keyin bu uni qayta chekayotgan chog'imizda qulub yeshilib ketadi. Endi men shu yeshilgan odatda taglikni o'chirib boqay. O'chirgan chog'da nima bo'ldi degan chog'da taglikni o'chirib, keynidagi suzuk holat ko'rinishga, chaqmoq holat ko'rinishga boshladi. Ustidagi rasmlarni o'chirmoqchi, ustidagi rasmlarni o'chirsam bo'ldi. Buni o'ng tarafini chekib qarsammi, butunlay rasm qalamiga o'xshashlar shakllari bor. Buni orqali o'chirishning shaklarini tanlay olasiz. Hatta mush shaklda men o'chiraman yoki mush so'zlab o'chiraman deb turib o'chirsangiz bo'ladi. Bu qilsangiz ahvolga qarab o'chirish imkoniyati bor. Endi lekin garchi bu nihoyat qulaylikda qilgan bilan biz asosan bu o'chagichni chiqishilib ketmaymiz. Lekin buni tushunsangiz bo'lmaydi. Endi tushunib qo'ysangiz, keyingi mashg'ulotlarda o'zingizning faoliyatlariga yoki tezroq mashg'ul qilgan ishlar kelgan chog'da foydalansangiz bo'laveradi.